Bugun bolalar va qizlardan so'raymiz, ingliz tilini o'rganishga qancha vaqt ketishgan va qancha pul sarflashgan. Qizlar ingliz tilini bilasizlarmi? Bitta savolimiz bor. Westminsterda o'qiysan, Westminsterda? Tifda o'qiyman. O'rganishga qancha vaqt ketkazgansiz? Birinchi kurs Qancha pul sarflagansiz? 48 million. Второй класс. Со второго класса. Семь. 7 миллионов. Отлично. Молодец. 16 миллионов. 1 year, 1 year. 10 billion. 10 million. Bill, yes. Ingliz tilini bor yo'q 1 yildan beri o'rganayotgan ekanlar va bu uchun ular 10 million sarflagan ekanlar. Qizlar ingliz tilini bilasizlarmi? Assalomu alaykum. Savolimiz bor edi sizlardan. Mumkinmisiz? Ingliz tilini bilasizmi? Qancha vaqtdan beri o'rganyapsizlar? 4 yil. 4 yil o'rganayotgansiz. Ingliz tilini o'rganishga qancha pul sarflagansiz? O'sha vaqtda oyiga 250 mingdan bo'lgan baribir. 250 ming? Unda hisobga olasiz, shunaqa vaqt ketgan. Yarim yil. Yarim yildan beri o'rganyapsiz. 6 million bo'ladi. 6 million so'm. Darajasi qanaqa? B1 B2. B1, B2. 1,5 yil. 1,5 yil yetarli muddat ingliz tilini o'rganish uchun. 450 mingdan edi 1 oylik kurs. 1 yil. 1 yil. Shu oyligi 200-250 shunaqa edi. Endi siz qachon o'rganasizlar ingliz tilini? O'zingizlar kelib shu narsani?